shunaqa besh barmog'ini ko'rganmisizlarmi? Qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bir kun oldin tuzlab, ziralab qo'ygan go'shtimizni boylab olamiz, ochilib ketmasligi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Mazali chiqish uchun mol go'shtini kachalkasidan, qovurg'asidan qilaman. Juda mazali chiqadi. Xon bosimi yo'qla, ot go'shtidan qilsanglar yana ham yaxshi chiqadi. Xamir uchun go'shtdan chiqqan sho'rvani quyamiz. Bir dona tuxum chaqamiz. Endi aralashtirib xamir qilib olamiz. Xamirimiz qattiqroq bo'lishi kerak, shunda dirkillab chiqadi. Salapanga o'rab qo'yamiz 1 soatga. Orada 1-2 marta mushlab qo'yamiz. Xamirlarimiz o'zi yoyilib ketyapti. Juda yaxshi xamir bo'ldi. Halol mahsulotlari bilan besh barmog'imiz yana ham mazali, chiroyli bo'ldi. Bolajonlarim, sizlar ham yeb ko'ringlar. Besh barmoq tayyor. Voy bu, kelinglar bolalarim. Buni issiqda yeyinglar. Shunaqa mazza.